Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va meni kuzatib turgan do'stlar. Anchadan beri video yuklamay qo'ydim. Bugun sizlar bilan YouTube kanal ochishni o'rganamiz. Bo'lmasa biz YouTube kanalga ochish uchun birinchi o'rinda bizga Gmail akkaunt kerak bo'ladi. Gmail akkaunt ochib olamiz. Bu yerdan soздать akkaunt. Bu yerga qanday yozmoqchimiz? Masalan, islomiy bo'lsin. Islom haqida endi hozir ro'za oyi bo'lgani uchun islom haqida ochmoqchiman, mayli. Islomiy videolar. Islomiy videolar bo'lib tursin. Tug'ilgan oy masalan hammaga har xil. 2005-yil. Mo'jizgo'y. Islomiy videolar mana. Islomiy videolar 02 bo'la qolsin mayli. Parol yarating deyapti. Parol qanaqa? Islom uz 02. Islomiy videolar mana yaratildi. Mana do'stlar, islomiy videolar. Kanal bunga islomiy videolar kanal yaratib olamiz. Islomiy videolar. Islomiy videolar 02 bo'ladimi bu ham? 01. 02 ekanda islomiy videolar 02. Saqlanib qilamiz, soздать kanal. Mana kanal yaratildi, islomiy videolar kanal. 19-mart 2025-yil. Bundan umuman chiqib ketamiz va bu yerdan Chrome browserga kirib, mana YouTube выход. YouTube выход. Studio orqali davom etamiz. Mana bu yerdan hisobni almashtirib olamiz. Qani islomiy videolarga. Bu yerda xush kelibsiz. Tvorческий studio YouTube. Zakret. Birinchi o'rinda biz bu yerga настройка qilamiz. Bu yerda dollar. Tushunishingiz uchun o'zbekchaga o'girib olamiz. Tarjima qilish. Standart o'lchov birligi AQSh dollari turaversin. Kanal. Fuqaroligi. Masalan, qayer? Lekin O'zbekiston emas deydi. Avstraliya bo'la qolsin mayli. Kalit so'zlari. O'zbekcha yozamiz, mayli. Islom o'z. Har birida virgulni ajratamiz. Islomiy. Din xolos. Din. Islom o'z. Islomiy videolar. Islom haqida. Ro'za. Ramazon.
Xullas mana shunday ko'plab yozasiz va mana men bossangiz mana. Bir sindirish ham qo'ysin. Fuqarolik talab. Fuqarolik talab. Avstraliya xullas. Qani. Xullas mana bu yerdan. Agar xohlasangiz yo'q mening kanalim bolalar uchun emas deb qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Men qanday bilmadim. Agar mana buni uchinchi tomon ham foydalanishi mumkin desangiz, videolaringizni boshqa odamlar ham bemalol YouTube kanaliga qo'ya oladi. Mana barcha uchinchi tomon kompaniyalariga deyapti. Bu yerda funksiyalar mavjudligi. Standart funksiyalarga hamkorlarni playlistga taklif qila olasiz, playlist video qo'sha olasiz, playlist yaratish, video yuklash. Xullas shunday. Keyingisi esa bu yerda 15 daqiqadan uzunroq video jonli efirni ochish mumkin. Xullas ana shunaqa gaplar. Telefon raqamini tasdiqlash kerak bo'ladi. Mana bu yerga. Mana. Bu yerga O'zbekistonni tanlab olasiz mana. O'zbekiston 8 bilan boshlab xullas telefon nomer kirsangiz sizga SMS yoki telefon bo'ladi. Ana shunaqa gap. Buni tasdiqlagandan keyin YouTube'ning o'zi 3 ta sharti bor. 4000 soat, 10 million prosmotr hamda 1000 ta obunachi. Ana shularni to'plaganingizdan keyin mana bu yonadi. Pul ishlatsangiz bo'ladi bundan bemalol. Ungacha bu yonmaydi. Keyingisi video yuklanmoqda dedi. Mana bu yerga video, masalan, har bir videongizning boshi islomiy videolar deb yozib qo'yaman, islomiy videolar. Obuna bo'ling. Obuna bo'ling. Obuna bo'ling. Xullas shunday. Videongiz haqida nima ekanligini aytib bera olasizmi? Xohlasangiz qiziqarli islomiy va sifatli kontent deb yozib qo'ya olasiz. Kontent bo'ldi. Agar YouTube tarixingiz yonadigan bo'lsa, bu yerga bironta Telegram kanal yoki hozirda YouTube videolar qo'shsa ham bo'ladi bu yerga. Kimlar ko'ra oladi? Открыть dastur bo'lsa hammaga ochiq. Men bu yerga tik, endi har biriga adil yozsa yaxshi, lekin bu islomiy bo'lgani uchun islomiy. Islom o'z. Islomiy din. Xullas mana shunaqa yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, bemalol. U har bitta videongizni shu yerdan yuklasangiz ko'rinadi. Xullas video tili qanaqa? Video tili xohlang arabcha yozing, xohlang o'zbekcha. Endi qanaqa o'zingizga bog'liq. Endi arabcha kiritib qo'yamiz, Vikolchin. Doim yoniq. O'chirib qo'ydik. Ham shunday turkumda aytadigan bo'lsak, odamlar bloglar, xullas jamiyat, ijtimoiy faoliyat, ta'limga qo'yib qo'yaylik. Endi ozroq ruxsatlarga o'tadigan bo'lsak, ruxsatlar. Mana bu yerdan biron kishini taklif qila olasiz. Bu yerdan ham xuddi xohlasangiz bironta kanalni bloklab qo'yishingiz mumkin yoki kimgadir ko'rinmaydigan qilib qo'yishingiz mumkin.
Xullas shunaqa gaplar. Bloklangan foydalanuvchilar sizni hech qachon ko'ra olmaydilar mana. Siz hali bloklangan emas, foydalanuvchi yo'q deyapti. Bular fikrlar xullas. Shartnoma hozircha yo'q, mana saqlanib qiladigan bo'lsak bo'ldi. Sozlamalar saqlandi. Endi keyingilarga o'tadigan bo'lsak mana. Bu yerlarda videolaringiz chiqadi, jonli sanoq xullas shunaqa gaplar. Mana bu. Pul bunisi hozircha obunachi ham yo'q, hech nima yo'q. Mana. 3 ta talab. Obunachilar 1000 ta bo'lish kerak, 4000 soat, 10 million prosmotr. Faqat qisqa video shortslardan ko'rilgan shunday. Mana. Shunaqa gaplar mana bu bo'ldi. Talablar bajarilgandan so'ng biz sizga elektron pochta xabarini yuboramiz. Yoqish ishga tushirish deyapti. Bu yerda 2 bosqich tekshiruvni yoqish. Bu yerda hozir boshqa akkauntga o'tib olamiz. Biz o'tdikmi? O'tmadik hali. Mana islomiy videolarga o'tdik. Islomiy videolar. O'tgandan so'ng mana yaxshilab qarang va kuzating. Birinchi o'rinda mana telefon Infinix Hot 12 Play turibdi. Ikkinchi o'rinda telefon nomer qo'shamiz. Mana bu yerda men O'zbekistonlikman, shuning uchun O'zbek mana O'zbekiston 93lik 131 0610 yo'q bunimiz 93lik 306 0613 mana dalay 93lik 131 0613 adashdim. Shifkami? 190 mana. Xullas mana shuni ilk bosqich tekshiruvini yoqadigan bo'lsak, hozir kod kelish kerak mana. 446 275 446 275 mana telefon nomer qo'shildi. Ko'rishingiz mumkin. Kod 10 ta kod yaratish mumkin mana. Kodlar yaratildi. Iloji boricha buni screenshot qilib oling, chunki kimlardir aytayapti, hozir spam boshqa telefonga ikki bosqich parolni yaratyapti-dagi, Zebros urib yuboryapti. Zebros urgandan keyin mana shu kodlarsiz u telefonga kirib, u Gmail akkauntga kirib bo'lmaydi umuman. Shuning uchun shunchaki screenshot qilib olish kerak. Bo'ldi. Esda qolish kerak endi odam. Mana bu ham bo'ldi. Endi autentifikator ana shunga kiramiz. Buning uchun boshqa telefondan foydalanamiz do'stlar. Boshqa telefondan mana o'zi yozib qo'ygan. Google autentikator. Boshqa telefondan xullas yuklab olingda. Yuklab olingandan keyin boshqa telefondan skaner qilasiz. Skaner qilgandan keyin dali tugmasini bosasiz. Dali bosildi. Undan keyin mana 910 949 116 o'zgarib ketdi-ku bu birdan. 768 455 tezroq qilmasangiz o'zgarib ketaveradi. Mana yana o'zgardi.
486 952. Mana qabul qilindi. Mana yana o'zgardi islomiy videolar 0. Bu tez o'zgarib turadigan nima? Xullas mana. Ikki bosqichli parol yondi o'zi. Ko'ryapsizlarmi? Hozir sizlarga polni o'rgataman yana. Mana bu narsa. Kalit yaratasizmi deyapti. Kirish kalitini yaratish. Mana. Xullas продолжить. Mayli. Bu xullas qo'lingiz barmoq o'zingizga ochiladigan narsa. Mana. Hozirgina. Android OS tomonidan avtomatik ravishda yaratilgan. Mana shuni turaveradi. Mana do'stlar. Endi sizlarga mana hozir yana mana bu yerdan o'zbekchaga o'girib olay endi. Ma'lumot va maxfiylikka kiramiz. Ma'lumot va maxfiylik. Xavfsizlikka o'tarkanmiz. Uzr adashdim. Mana ikkita kirish tugmalari deyapti. Ikkita bor. Mana hammasi asta bo'lgan. Mana qo'shimcha telefon nomer qo'shib qo'yishingiz mumkin. Uказать номер telefon. Mana bu qarasin. Дорогой telefon nomer. 93lik 306 06 13 qo'shiladi bu. Agar u nomerni esdan chiqarib qo'ysangiz, mana SMS qilib qo'ying. SMS. Davay, mana SMS bo'lmadi. Xullas, hozir ulanmay qoldi. Boshqa nomer kiritish kerak ekan. Agar ana shuni ko'p urin tashaganmanda, shuning uchun ham o'xshamadi. Keyin mana bu yerdan yordamchi elektron adres qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Mana men masalan mana buni qo'sha qolay. Shahzodjon 0613 kod kirit dedi. Kod tarjima qilib o'qib beraman. 6 xonali kodni kiritding. Kod bilan elektron pochta xabarini olmadingizmi deyapti. Hozir kodni ko'ramiz bo'lmasa. Nol 23 729 023 729. Mana manzil tasdiqlandi. Hozir bitta elektron adres endi adres emas. Telefon nomer ulash kerak edi. Men telefon nomerim endi vaqtincha mayli shuni ham o'zida qo'yib yuboraylik. Bo'ldi, ulandi mana. Nomerni patib SMSga qo'yib qo'yaylik agar bu ham boshqa bo'ladi. Xullas shu nomer ishlaydi-da. Mana. Rezervniy nima? Telefon nomer xullas qabul qilindi. Xullas endi nimaga o'taylik-da. Formaga kiramiz bu yerdan.
Xullas kanal mana. Ko'rasizlar? Avstriya 02. Что ko'rasizlar? Studiyada velosiped har doim. Zakret buni nastroykasi qilingan. Endi mana bu yerga kiramiz. Mana bu yerdan. Endi nima desam man? Xullas mana. Hozir endi to'g'rilamaganman men. Banner bilan avatarga yaratmaganman. Shunga shuni qo'yib turamiz. Sizlarga ko'rinish uchun endi. Mana bu yerga ham загрузить yuklash. Bu yerga ham shuni qo'yib turaylik. Endi hozirda готово. Bu oxirida 5 sekundda chiqsin deyaptimi yoki butun video davomida chiqib tursin deb qo'yib qo'yamiz biz. Mana bu yerdan vykladka главный ekran xullas. Videolaringiz ko'p ko'rilgan, qaysi biriga qiziqish ko'p, ana shularni ko'rsatib turadigan. Mana добавить qo'shish. Kanal treylerini qo'shsa bo'ladi masalan. Playlist, xullas obunachilar, siz kimga obuna bo'lgansiz, shularni ham qo'shib qo'ysa bo'ladi. Publikat. Xullas saqlanib qolamiz buni ham. Saqlanib bo'ldi bitta masalan endi biron kichkinaroq video yuklab ko'ramiz. Birinchilarda chiqadimi yo'qmi shuni ko'rish uchun. Mana Vibrat fayl. Esnatiyo birini. Qanaqa desam? Qana. Glавныйdan bo'ladigan bo'lsa albomdan bironta kichkinaroq video bormikan? Kichkinaroq video bo'ladigan bo'lsa islomiymi? Xullas mana shuni yuklab turaylikchi. Endi umuman to'g'ri kelmaydi-ki mana. Bu yuklab olganim islomiy videolar, obuna bo'ling dedi. Qiziqarli islomiy va sifatli kontent. Zakret mana ko'rishingiz mumkin bemalol. Mana bu yerda o'zingizga playlist yaratish, mana sozdать playlist. Новый playlist bilan yaratish mumkin. Mana bu yer kengaytirilgan. Agar kimningdir bu kontent kimgadir tegishli bo'lsa, mana bu da tugmasini bossangiz xuddi tahrirlangandek ko'rsatadi. Mana bu yerga islom o'zi islomiy dinni deydi xullas. Tili arabiyskiy bo'lib ketgan. Mana xullas chotki. Shunoq bosasizlar. Mana. Добавить. Bu yerga kanal tarixini so'raydi, обязательно. Kimlardir kanal tarix yaratilsa, buni xohlagan nimangizni qo'yishing, yozishingiz masalan, mana. Yozadi, все. Yana yozadi. Все. Готово bo'lsada chiqadi. Kimdir nimadir yoqsa-da endi. Shunda bo'ladi mana. Avtorskiy prava. Muallif huquqi bor deyapti. Lekin YouTube'ga aloqasi yo'q u narsaning. Muzikasida borda chunki. Mana. Yuklandi bitta video. Kontentga kiradigan bo'lsak, videomiz shorts. Dilyavasi. Ana hozir YouTube'dan ko'ramiz agar. YouTube'ga kirib YouTube xizmat boshqa bo'lib qoldi-ki. Buni aytgancha muzikasi yo'q edi.
adashib ketibman. Mana boshdan muzika qo'yib ko'ramiz. To'g'ri kelganini. Islomiy videolar obuna bo'ling dedi. Uch minutda tayyor bo'ladi. Boshqa akkauntga kiramiz mana. Bu yerdan islomiy videolar. Qani. Islomiy videolar. Juda ham ko'p YouTube'da. Juda ham ko'p. Lekin mana bu 0.2 bo'ladigan bo'lsa borku bitta. Chiqmadimi? Mana chiqdi. Islom videolar. Asta-sekinlik bilan chiqadi mana. Islom videolar deb yozilgan chunki unga unisi chiqmaydi. Ismi ham, nomi ham kanalga mos bo'ladigan video yaratish kerak. Shunchaki o'zingizda boshqa narsa qo'ya olmaysiz. Bakışları chiroyli. Shu bilan mana agar tushungan bo'lsangiz video tamom. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Do'stlarga ham ulashib qo'ying. Agar bironta xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, YouTube xizmatlar bor. Admin mana Shahzod 0613 bemalol Telegramdan yozishingiz mumkin. YouTube kanal nastroyka qilib berish, ochib berish, 2 bosqichli parol o'rnatish hamda banner avatarka yasash.